15 yillik turmushidan ajralgan ayol katta stress bilan oldimga keldi. Uning qo'lida 1,5 yoshli qizalog'i bor edi. Qizaloq shu qadar go'zal ediki, bu qizaloqni tashlab ketgan otaning qanchalik aqlsizligi va nodonligini bilib olsangiz ham bo'ladi. Bu muammoga sabab ayolning kuchli stressni boshdan o'tkazayotganligi edi. Aslida stress turli xil kasalliklarga ham sabab bo'ladi, aslida baxtsizlikka ham sabab bo'ladi, aslida esa yo'qotishlarga ham sabab bo'ladi. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, stressdan chiqib qayta tiklanish mumkin ekanligini va qayta baxtli bo'lish mumkin ekanligini bilib olasiz. Agar siz ham stressda yashayotgan bo'lsangiz, sizni yaxshi yashashga, baxtli yashashga vaqtingiz ham yo'q, umringiz ham yo'q. Nimaga shunday deyman? Keling, sizga buni oddiyroq qilib tushuntiraman. Ya'ni sizni miyangizni, ongingizni va 70 trillion hujayrangizni yaxshi hayot haqida informatsiyasi yo'q va uni qandayligini ham bilmaydi. Shuning uchun u qaytib bitta holatni yashab o'tadi. Bunga esa sizni stress holatingiz sabab bo'ladi. Bu darsda siz o'zingizni stressingizdan chiqishni amaliyot qilib biz bilan birga borsangiz ham bo'ladi. Masalan, deylik, siz qaysidir stressingizni o'zingiz ko'z oldingizga keltiring va qayg'uli holatingizni tanlang. Men esa mijozimni stressini misol qilib olaman. Bir kuni oldimga bir go'zal ayol 1,5 yoshli bolasi bilan yig'lab keldi. Uning aytishi bo'yicha, yaxshi kunida ham, yomon kunida ham birga bo'lib yashab kelgan turmush o'rtog'i dabdurustdan oldiga kelib, "Men boshqasini sevib qoldim. Men uni tanladim. U bilan turmush qurmoqchiman. Sizlarga esa kelib qarab turaman, lekin u bilan yashayman, turmush quraman" deb uydan chiqib ketadi. Ayol nima holat yuz berganligini bilmaydi. O'sha kuni tushkunlikka tushadi va 1 oy erini uyda kutadi. Lekin eri qarorlarini o'zgartirmaydi va u ayol bilan yashashni boshlagan bo'ladi. Siz ham o'z stresslaringizni, ya'ni qayg'uli holatingizni yoki tushkun kayfiyatingizga sabab bo'lgan bir voqeani oling. Va men bu ayolnikini misol tariqasida sizga ko'rsataman. Siz ham qadam va qadam men bilan birgalikda bu amaliyotni qilib ko'ring. Shunday qilib, birinchi navbatda vaziyatlarni to'g'ri qabul qilishni boshlang. Har bir vaziyatga o'zim sababchiman deb ayting va o'zimni hayotimdagi barcha narsalarni javobgarligini o'z bo'ynimga olaman deb aytishingiz kerak. Hayotimda bo'layotgan hamma voqealarni javobini o'zim beraman deb aytishingiz kerak. Har bir insonni ichida xudosi bor singari, sizni ham ichingizda xudoyingiz bor. Xudo bu vaziyatlarni bekorga yaratmaganligini tan oling. Bu vaziyatlarda aybdorlar yo'q, faqatgina javob beruvchilar bor. Bu vaziyatga o'zim javob beraman. Hayotimda bo'layotgan har bitta voqeani o'zim tushungan yoki tushunmagan holatda fikrlarim bilan, harakatlarim bilan o'zim yaratdim deb o'zingizni tinchlantirib oling. Bu sizni qiladigan birinchi ishingiz. Masalan, o'zimning hayotimda ham xuddi shunday bo'lgan va vaziyatni o'z qo'limga olganman. Chunki bir dugonamni sumkasidan pul yo'qolib qolganda, ular meni aybdor qilishgan, ya'ni pulni oldi deyishgan. Aslida esa men sumkani ham ko'rmagan bo'lganman, pulni ham ko'rmagan bo'lganman. Lekin bu vaziyatda men ham birinchi asabim buzilib ketgan, baqirib ketganman. Lekin keyin o'ylab ko'rsam, bundan foyda yo'q va men sabr qildim. Vaziyatga javob berish uchun va nimaga shunday bo'ldi, qaysi fikrim va qaysi harakatlarim tufayli shu narsa yuz berdi deb o'yladim va bunga yechim topdim. Siz ham xuddi shunday qilishingiz kerak. Masalan, bu vaziyatda u noto'g'ri qildi, men to'g'ri qildim yoki men noto'g'ri qildim, u to'g'ri qildi degan vaziyatdan chiqishingiz kerak. Buni qanday yechimi bor, qanday yechim qila olaman degan fikrni o'zingizga jamlashingiz kerak va yechimga kirib borasiz sekin-astalik bilan. Bu birinchi qiladigan ishingiz. Ikkinchi qiladigan ishingiz esa men qaysi fikrim bilan va qaysi harakatlarim bilan, qaysi his-tuyg'ularim bilan bu vaziyatni yaratdim deysiz. Va albatta sizga bu fikr keladi, chunki har bitta vaziyat uchun sizni fikringiz javob beradi. Misol qilib sizlarga mijozimni holatini aytaman. Men undan so'radim, siz qanday qilib bu vaziyatni yaratdingiz, qaysi fikringiz bilan deganimda, u aytadiki, dugonamni turmush o'rtog'i tashlab ketganligi haqida menga gapirdi va men bu vaziyatda dugonamga rosa ham achindim deb gapiryapti. O'sha achinish hissi, ya'ni o'sha holatga tushib ko'rgan va sirazi bu hayot uni hayotiga kirib kelgan. Aslida esa uning turmush o'rtog'i shu paytgacha juda ham vafodor bo'lgan,
oilani birga tebratgan, yangi uylar olishgan, shuncha vaziyatni yashab kelib birdaniga ketib qolishi mumkin emas edi. Lekin aynan dugonasiga achinish, uni ko'proq o'ylash tufayli hayotiga o'sha dugonasini hayotini olib kirgan bo'ladi. Sizda ham xuddi shunday vaziyatlar bor. Buni o'rganing va javobgarlikni o'z zimmangizga oling. 3-vaziyat esa siz bilishingiz kerak, bu voqeaning qanday ijobiy tomoni bor. Har bir narsa sizga o'rgatish uchun keladi. Siz esa buni ijobiy tomonini topsangiz, sizni taranglashgan neyronlaringiz qo'yib yuboradi. Voqea esa asl holatiga qaytadi, ya'ni siz tinchlik holatiga qaytasiz. Buning uchun esa siz o'zingizga shunday savol bering: men qanday qilib bu holatdan ijobiy hayotni o'rgandim deb o'zingizga savol bering. Va meni mijozim aytadiki, ha, tushundim. Demak, men birovga achinishdan ko'ra, uni hissiyotida yashashdan ko'ra, o'zimni oilamga, mana shu yashab kelayotgan oilamga shukur qilishim kerak ekanda deb baqirib yuborgan. Aynan yashab kelayotgan hayotingizga shukur qilib turishingiz va birovga achinish emas, dalda bo'lish mumkin, lekin uning holatiga tushmasligingizni talab qiladi. Meni mijozim esa buni o'rgandi. Ijobiy tomonlarini o'ziga oldi va hayoti o'zgarishni boshladi. Mijozimning kayfiyati ko'tarildi, quvonchli his-tuyg'ular unda paydo bo'ldi. Qanday yaxshi yashagan ekanman. Agar meni turmush o'rtog'im boshqa ayol bilan yashagan taqdirda ham 15 yillik umrimni juda ham yaxshi yashagan ekanman. Qanday yaxshi 15 yillik umrim uchun shukrona keltiraman, minnatdorman deb u xursand bo'lishni boshladi. Siz ham xuddi shunday qiling. Sizga berilayotgan bu voqea sizga nimani o'rgatdi? Qanday ijobiy tarbiyani oldingiz va mana shu ijobiy tarbiya uchun minnatdorchilik bildiring. 4-amaliyotda esa bu vaziyatlarga minnatdorchilik bildirib turib, siz turmush o'rtog'ingizni yoki stressga sababchi bo'lgan insonni ko'z oldingizga keltirasiz va unga qarata aytasiz: rahmat, menga shunday ijobiy tarbiya berganliging uchun, sen bu obrazni ijro qilib berganliging uchun sendan minnatdorman. Aslida sen hamma baxt uchun, quvonch uchun yaratilgansan. Ya'ni sen eng zo'r ishtirokchisan. Seni qutlayman, senga baxt va omad tilayman, seni duo qilaman deb uning ko'zlariga qarab gapirishingiz kerak bo'ladi. Bu paytda vaziyat yumshaydi va ong ostida va butun voqealarni yaratib berayotgan neyronlar bo'shashadi. Va vaziyat o'z holiga kelish uchun esa voqealar ham o'zgarib ketadi. Siz har qanday stressdan chiqib qayta tiklanishingiz mumkin. Stressingiz balki kasallikdir. Kasallik bo'lishi ham mumkin. Yurak kasalligi, oyoq kasalligi, bel og'riqlari, bosh og'riqlari, turli xil kasalliklar yoki saraton kasalligi, qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, bu sizni stressga tushirgan bo'lsa, siz albatta bu kasallikni ham tanlab olishingiz mumkin. Faqat kasallikda bir oz boshqacharoq. Kasallikni obrazga kirgizing. Ya'ni sizni oyog'ingiz og'rib turibdi, oyog'ingizga og'riq berib turgan narsani rangini yarating, shaklini yarating, unga qandaydir bir shakl kirgizing va hatto u inson sifatida bo'lishi ham mumkin va siz kasalingiz bilan savol-javoblar o'tkazing va u sizni sekin-astalik bilan tark etadi, chunki u nima uchun kelganligini sizga aniq qilib aytadi. Va shu paytda esa sizni kasalingiz sizdan uzoqlashadi va ketadi. Bu paytda siz butunlay sog'lom bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar sizda ham qandaydir stresslar bezovta qilayotgan bo'lsa, turli xil vaziyatlar sizni qiynayotgan bo'lsa, siz ham tushkun ahvoldan chiqib keta olmayotgan bo'lsangiz, bu muammolarga yechim topish uchun pastdagi linkni bosing.